Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar. Bugungi rolikimiz 9 oxirida joylashgan yangi qurilgan bir qavatli hovli joylar bilan tanishtirib o'tsak. Avvalam chiqardik bu yerdan, endi hozir patkulch holida bir qator tanishtirib o'tamiz. Bu yerlarda yana qator bilan erchalar ekilib, betonkalar quyilgan. Eldan ham har qaysini elde haddalari bor. Olni bu yerdan 5 joydan hozir birsi qoldi endi bu yerda. Hamma sotildi, duyurtsam. Bu yerda endi keyinchalik bu yerga ko'chib kelgan so'ng bu yerni eldini agrojniya etib o'ra bosa bo'ladimi, to'g'rimi? Hozir o'rasam bo'ladi. Endi yana qator bilan tayyor o'sha. Adi o'ta do'nax. Eldan necha metrlik bu? 160 metr kvadrat bir qavatli hovli joy. Yana ko'radigan bo'lsak, polniy kafellar urilgan, lestnitsalar ham yana qo'yilib, kafellar urilib turibdi. Avval safarda yo'q edi ko'rganimizda. Bismillah deb kiradigan bo'lsak, Atachentodan chiqib yana turibdi joyimiz. Kafellar ham yana umanliklar tushgan, kafellar urilgan. Har birine bir de kulchatorlar avtomatlarga qo'yilib turibdi. Har bir xonaniki addiy qilingan. Lustralar har bir xonamizda joylashgan. High-tech variantında chiqargan ekanlar. Giraverishimiz oyoqtelarimiz kafel, to'pli pol qilingan. Birinchi qavatimiz polniy to'pli pol, bu yonimiz esa laminat döşelgan ekan. Zal qismimizni ko'radigan bo'lsak, eshikimiz 2.5 baland qilingan. Çok geçten yaşsından yine kaçtığından vezişi cayı kılsam eşki kılmıyor diyor ki. Çok kileken, dım zor eken bu. Bir de zal kısmımızda yine bir hem Atacent vurulgan hem mireken. Dekoratif mesela koyulgan televizörün onun akı bu. Yani şu göre olsak bir yerimizde padakolnikler yine peste bir gen ulu onu görünüp donatıp köçe tarafa yine çıkıp bemalol görünüp durada hazırgı zamana maslaştırıp aynalarım joylashgan. İki yanında yine registrlar koyup turibdi. Bir yanımızda başka kanalan göreden olsak kalidollar ham polniy shundan chiqqan ekan, patolog ham urilgan ekan. Beremine dekorativni etib qo'yilgan, televizor postavka o'rnlari. Berimizda spalni joyimiz. Berimizda shisha emas, tosh yo'q, xuddi shu narsa. Eshiklari, razmerlari ham shu, lekin arga aynaliqlar zal bo'lgani uchun qilingan. Berniki endi spalni. Berimizda Atachento'ni fasonida oboy qilingan, podokонникlar bor. Yana alyumindan registrlar qo'yilib turibdi. Bu yerda bir DC komutasi. Yana ko'rib turamiz, bu yerda lustralar, lampochkasi tabiroq ekan. Yana polniy ichan taraf, deshan taraf polniy obshipka qilingan bunda yana hamma yeri. Bu yonimizda hojatxona vanna joylashgan. 60'a 120 bu kafel. 60'a 120'dan qo'yilgan. 100'lik ariston qo'yilib turibdi. Unitaz, vannaları joylashgan. Patolog 280 mi ya bu? 280'a qo'yildi, 70 emas ha. Patologda plastik urilgan. Dimoxodlar ham yana ishlab turibdi. Bir niye bilsin, lekin bunda yana bir umanik tapus lekin bunda. Yani görüyorsun olsak bir devol bilan deng. Yani stol yetib turibdi. Bu yerda udovstolar yine bor. Su sovuq suv ham mana seni. Udovni etib qo'yilgan. Bu yerda yine aynani o'rnida bu yerda tok yo'llari kelgan. Bu yoqda yine rozetkalari bor. Shunda bu yerimizda endi kuxnya joyimizga keldik. Kuxnya mebelni o'rnlarida yine belgilab qoldirilgan. 120'lik kafeller urilib turibdi. Yana ayrim joylari urilmay, endi mebelning arkasından qoladi baribir. Shuning uchun urilmay turibdi bu yerda. Bera kuxnya mebel qilib berilami yo shu turishundan bu? Yo'q, shu turishi. Yana to'pli polimiz hamma birinchi qavatimiz polniy to'pli pol bo'lib turibdi. Kotyollar qo'yilgan, filtr, stabilizator hamma joyi bor. Bu yerdan kuxnyada yana podokонниklari bor ekan.
Bu yanımızda kichkina uzun bog'i bor. Shu tishklari qo'yilib turibdi, ko'rib turganimizdek. Gazniki, gaz, svet, suv hamma narsani shu tishki içinde, to'g'rimi? Qo'yilib turibdi. Hozir bu yerda kuxnyada, bu neda, ko'chada. Gazniki, suvniki ama girgin demedi. Svetniki ko'chada. Bo'lmasa qo'yib beriladi. Bu yanımızda yana bir spalnimiz. Yana bir spalnimiz ham tayyor. Arka spalni detskiyada, bu endi взрослый spalni. Bu kengroq. Necha tushgan bu? 3-4 bormi? 320'ye şu kadastrda bor, hamma narsani kelib ko'rib. Общий 160 metr kvadrat joyimiz. Hammani balkoningdan ham joylashgan, qo'yilgan. Nolishliklar ham yana ichan, deshan hammasi polni komplekt qo'yilib turibdi. Yana ko'rgan joyimiz esa kelib bemalol gaplashib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Narxini aytib o'tadigan bo'lsak, 520 million so'm ekan. Dokumentlar 100% taq. Gelip üstünde savdolaşıp gelişip anlayır ekan. Barter bormi? Gelip üstünde gaplashib oladi. Yani xuddi şu joyimizni o'zi sotiladi. Yalla satıldı. Yallar ham polni ketdi. 9-oxiri 50 maktabga urilib, o'ng tarafa 5-ko'cha 4'de joylashgan joylarimiz. Şu bir anda hammasida yashab boshladilar. Gelip bemalol savdolashib olamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat deb qolamiz. Keyingi roliklerimizda görüşünce xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.